Gerek. Tam bir de mesela kasallar bilan ishlaysan, yuzini tam ukol atasan, boshqa atasan, bunday narsalar kerakmaydi. Lekin men aytaman, patsient yegandan uni kayfiyati, uni gormonlari bizani ukollarimizni, bizani muolajalarimizni effektini ta'sir etadi. U уже boshqacha his etib boshlaydi o'zini. Ha, уже shu narsa bizani muolajamiz ham ta'sir etadi. Shuning uchun men aytaman, kofe berganda ham chiroylatib beringlar. Просто kofeni akka qo'ymanglar, patsientni oldina deyman. Обязательно gulli bo'lsin, обязательно konfetka bo'lsin. Shuni ko'rib, miya уже wow deydi-da, уже bir boshqacha o'zini his etadi, ishonch paydo bo'ladi. U narsa bizani protseduralarimiz ham ta'sir etadi. Shuning uchun hammasi sizlar uchun. Singadi yana bir meni xush yerda yotib protsedura olishim. Hammasi sizlar uchun. Sog' bo'linglar. Kofe, choy ichsangiz ayting, akkalib beradilar. Хорошо? Всё.